Assalomu alaykum. Bugun bulochka xush ko'ruvchilarga yumshoqqina nachinkali bulochka tayyorlaymiz. Like bosib obuna bo'lishni unutmang. Kam xarj va unutilgan retseptlarni topishingiz mumkin. Tog'orachaga illiq suv, dro'j va tuz solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Tuxum, shakar, o'simlik yog'i va xohishga ko'ra vanilin solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Keyin un solib yumshoqqina ozgina qo'lga yopishadigan xamir qorib olamiz. Ustini selofan bilan yopib 1-1,5 soatga oshirishga olib qo'yamiz. Xamir oshgach bir mushtlab olib 12 ta bo'lakchalarga bo'lib oldim. Tagini ozgina unlab turib, videoda ko'rsatilgandek yoyib, ichiga xohlagandek nachinkamni solib tugib olamiz. Men cho'qi krem soldim ichiga. Nachinkamza quyuq bo'lishi kerak, aks holda ichidan oqib chiqib ketadi. Sizni qanday retseptlar ko'proq qiziqtiradi? Izohlarda yozib qoldiring. Retseptlar bo'yicha savollaringizni ham izohlarda yozib qoldirsangiz, qo'ldan kelgancha yordam beraman. Bulochkalarni tugib bo'lgach, ustini selofan bilan yopib, yarim soat oshirgani olib qo'yamiz. Bitta tuxum sarig'iga 1 osh qoshiq sut qo'shib, yaxshilab aralashtirib, bulochkalarni ustiga surib, oldindan qizdirilgan 180 gradusli duxovkada bulochkalarimizni qizartirib pishirib olamiz. Sovigach dasturxonga tortib, yaqinlarimizdan xursand qilamiz. Yoqimli ishtaha.